ketdi. Bu nar chiqadi ya. Nar chiqadi, bu ikkitalikka. Al. Çıngır geldi. Çıngır geldi. Her bitta moda qilib berishim kerak edi. Narga o'xshayapti, bunga solib. Moda göz. Bitta moda bu. 2 talikka berasan da. 2 talikka berasan. Skromniklarda bilib bo'lmaydi. Mana bu moda. 4-tinchisi. 4 ta sarlochinga, 4 ta nari azik degan bolaga. Mana bularni bolalari asosiy ko'rsatuv shuni mana. 7 yilligim uchishi. Mana ko'rilganlar bolalar ikkalasi ham. Keyin bittasi mana buni bolasi. Mana bu. Qarach 3 ta zotnikida mana bu hozir buni modasini ko'p chiqoldida kecha-ku. Shu 3 tasini nimasi? Zotlaridan endi o'ziga yozilgan. Mana Nodir ukam olib ketyapti. Mana ukam sovardi mana. Bunda 4 ta mana. Mana 2 talik. Bittasi sarlochi, bittasi nimaga? Azikka. Ana. Mana shu modasi. Mana bu nari mana. Nari ham maskalarini ham nimalarini ham ko'rasiz-da mana. Assalomu alaykum aka-ukalar. Ikkita nar modamiz ishlab turgan tayyor. Mana bu nar, mana bu moda. Andijonga, Muhammad Sharif akaga, Bo'stonga, Bo'zga ketyapti. Moda rezultatlari. Отличный bo'lgan nar 10 soatdan ziyod yurgan. Shularni hozir jo'natib yuboramiz endi Muhammad Sharif akaga. Moda pervoznoga kelgan faqat mana bu. Bular ham otlичный narsa, endi yo'qotamiz dedik. Yo'qotish kerak. Yo'qotishimizdan maqsad nimani? Nariga asl teddilarni bu yerga kirgizamiz. Shuning uchun joyini bo'shatyapmiz mana. Bularni ham nimalarini ko'ring. Mana moda. Tuxumi bilan birga jo'natamiz. Mana bu ham ketyapti Muhammad Sharif aka. O'zimni 6 yillik tajriba qilingan kaptarlar.
teddilarimiz. Fakat asıl teddi emas. Asıl teddi ma'nosini tushuntirdim man. Asıl teddi bo'lish uchun qo'llari, zotlari aniq, shajarasi aniq bo'lishi kerak. Mana 2020-yil qo'yganmiz ekan 19-yillarda olingan nimalardan. Mana modamiz. Ikkita naram, bitta moda ham o'zimizda chiqdi. Rezultati 9 soatdan ziyod bo'lgan. Nariga 10 soatdan ziyod bo'lgan mana nari. Nechinchi yilligi edi bu? 16-noyabr. 22 edi bu adashmasam. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Erta Qoraqalpoqqa chiqarib yuboramiz qo'yganini. Xorazm bilan bo'ldi. Shu bilan teddilardan qutulamiz. Asl teddilar bu yerni egallaydi. Asl teddi boqamiz, bo'ldi. Shu maqsadimiz shu. Pulga zarurchilikdan yo boshqadan nima qilayotganimiz yo'q. Maqsadimiz o'sha asl zotlarni boqish. O'shaning uchun bularni sotyapmiz, yo'qotyapmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Muhammad Sharif aka hozir yetib boradi. Muhammad Sharif aka mana jo'natib boryapman. Posilkami? Ha, Qoraqalpoqqa jo'natib boryapman. Qara video ustaylik. Mana. Mana Qoraqalpoqqa chiqib ketyapti mana. Bari teddilar. Bu yoqni ham ko'rsat. Qomati teddi. Mana bitta farsi puri, bitta goldan, qolgani rampuri. Tepadagi gold. Yerabotchilar. Mana ikki. Bu yoqdan ko'rsat. Eng oxirgi nima? Teddilar. Oxir, mana maladoylar oxirgisi. Bir ham kichkina oldi, hammasi. Qolgani yo'q. Qalbaki teddilardan qutuldik. Originallari asl teddilarni olasizlar endi. Bu ketyapti Qoraqalpoqqa. Qoraqalpoq ijod. Bitta keldi mana kattalar, xudo xolasa. Hozir keldi. Mana aytayapman. Umid, assalomu alaykum. Mana keldi kattalar. Xudo xolasa, mana hozir oldim, mana nega tushib o'tirman. Assalomu alaykum. Pokiston teddi ishqibozlari. Va'da qilganimizdagi bari eski olib sotarlardan kelgan, zoti tayinmas zotlarni hammasini yo'qotdik. Biz shunga qaror qildik. Yo'qolish darajasi katta bo'lgani uchun, nima zotlar bilan kesishganini bilmaganligimiz uchun mana bu zotlarni hozir hammasini shu yoqqa qo'yib yuboradigan bo'ldik. Hozir yaqinroq olibki, mana bu 6 ta zotimiz mana. 6 ta zotni yana bir bor ko'rib o'taylik. Nimani oldida ko'rsatamiz, olibki. Mana valerni bir ko'rsatib ol. Mana aka-ukalar qarang. Valerimizda bironta teddi qo'ygani yo'q. O asl teddilarimizning bolalari mana ular. Mana kecha Beruniga Otabek og'amga chiqarib yubordik. 11 ta, bugun 4 ta olib ketdi. 15 ta. Mana narigisi farzi puri, bunisi golden. Mana ikkalasini zotlari, bitta golden, bitta farzi puri berdi. Ikkalasini zot. Teddi yo'q bu yerda bironta. Shu asl zotdan tashqari o jo'jalar mana. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Qoraqalpog'istondan Otabek og'amga berdik 15 ta. Qashqadaryodan nimaga berdik? Azik degan bolaga, keyin Sarlochin degan bolaga 4 ta berdik. Andijonga chiqarib yubordik.
qolganlarini Muhammad Sharif akaga. Bizning yo'qotganimizdan maqsad nima? Yomon bo'lgani uchun yo'qotganimiz yo'q. 7 yillik tajriba o'tkazganmiz ularning ustida. Yo'qolish darajasi, boshqalari nimalari kam bo'lgan bizanikidan nisbatan. Lekin xalqning ko'pchilik bilan maslahatlashganimizda qolganlarda ko'proq. O'shanaqa. O'shaning uchun barisini yo'qotdik, yo'q qildik. Olib sotarlardan olingan 6-7 yil davomida olingan. Endi men asosiy olingan deganda nimani nazarda tutib aytyapman? Masalan 2019-yilda olib kirgan bo'lsak, o'shandan har yil faqat nar olardim. 3 ta 4 ta nar olardim. Modalarni o'zimdan chiqarardim. Narlarga privozda urardim. Endi ularni hammasi olib sotarlardan olingan. Zoti qoni tayin emas. Shuning uchun yomon bo'lgani uchun emas, uchish natijalari bo'lgan. 9 soat, 10 minut, 11 soat, 9 minutgacha chiqargan. Ko'z bilan ko'rilgan. Ko'z bilan ko'rilmaganlar u 15 soat, 20 minut, 17 soat, 10 minut, 18 soat, 10 minut uchganlari bor, 9 minut. O'shanaqa. Endi bunday ko'rmaganingizni buni isbotlab bera olmaysiz. Kechasi uchdimi desa, ko'rdingmi ko'zing bilan desa, yo'q. 42 soat ham uchganini ko'rganmiz-da. Endi uchgan nima kechasi qolib ketganini ko'rmaganmiz, lekin 42 soatda tushganda. Endi kim biladi u qayerga borib o'tirdi, nima qildi. O'shanaqa-da, короче. U xalqda ko'p bo'lyapti unaqa narsalar. Kechasi qolib ketganning hisobiga. Yo'q, asosiy uchirganlarimiz 11 soat 9 minut rekord natijalar. 11 soat 9 minut. 9 soat 10 minut uchganlari. Mana kechagi kun 8 soat 10 minut, 10 ta kam 8 soat uçtu. Mana do'ylarimiz. Mana shu berib yuborganlar aka-ukalari. Bitta bedarak yo'qoldi bu yilning hisobiga. Videolarimiz bor. Ichkariga kirib ko'rib, nima qilib olsangiz bo'ladi. Endi nima deymiz? Kanalimiz ichiga Teddy Umidtoy Pigions kanalimiz ichiga kirib borsalar, uchirganlarimiz hammasi rezultatlarini tashab borganman. Endi men rezultatlarni mana bularnikini ko'rasizlar endi. Xudo xolasa. Mana hammasini bu yoqqa chiqardik. Ichkarida Valerda turadi mana. Yaqindan ko'rsat, yorug'ida qanday bo'ladi, qanday. Mana shu 6 ta Ustod Ahmad Qambardan kelgan 6 ta zotimiz mana. Buni isboti YouTube Teddy Umidtoy Pigions kanalimizda turibdi. Qanday kelgani mengacha Chodri Saki, Ustod Chodri Sakidan qanday o'tgan Ustod Ahmad Qambarga, Ustod Ahmad Qambardan menga qanday o'tdi. Shu jarayonda o'tib kelish kerak. Ko'zlarni ya una ko'rsat, yaqinroqdan ko'rsinlar. Hammasini tiniq-tiniq ko'rib oling. Yuzdagi zotlarga farqlarini ko'rib olasiz. Chunki men bularning farqini osmon bilan yercha sinab ko'rdim. Keling endi bitta-bitta ko'rsatamiz. Mana bu narimiz. Ko'zlarni ko'rsa bitta-bitta. Ustod Ahmad Qambardan kelgan mana. Tiniq ko'rsat. Ya uni ko'rib olsinlar. Tomir chiziqlari qanday keladi. Biz ularni sotib yo yomon deyotganimiz yo'q. Bularni endi mana bolalar. Ana ichkarida turgan ikkita jo'ja maladoylar donga tushadi. Mana shuni bolalari. Bir partiya surdik rabotchilarga. Bir partiya nima qildik? Mana tirnoqlarning kelishi. Bu kalsira navrimiz. Kalsira. Buni pari. Ichkarida bironta teddi yo'q, mana yana ko'rsat. Erta qon almashib, boshqa qilib qolibdi, boshqa bo'lmaydi mana. Haqiqiy, realni biz bu original zotlarga xalaqit bermasin, erta odamlar ishonchini yo'qotmaylik deganda menga o'zlari ham aytgan. Umid, ishonchni yo'qotib qo'yasan, boshqa zot umuman saqlama degan maqsadda biz pashti 100 taga chiqargan 7 yillik zotlarimizni hammasini berib yubordik, hammasini sotdik. Nima uchun? Mana shu narsalarni ko'paytirish maqsadida original. Bo'ldi endi original. Boshqa zot umuman saqlamaymiz ham. Ana u ham qilmaydi mana. Bu ham kalsira modamiz mana. Hozirgi bundan oldingisi 72-nomer, bu 20-nomerli kalsira.
Nomerlari bilan nima qilib o'taylik. Panjalarini ham ko'rsat. Qanday holatda kelyapti. Mana bu kalsiyra modamiz. Tomir chiziqlarini ko'rib, quyosh parchasi bor, oqdan keyin keladigan. Ular qanday holatda kelyapti, hammasini ko'rib oling. Mana bu salaramiz mana. Mana. Bular yavna ko'pchilik o'zi bilinib qoldi bu belgilari nimalari. Mana bu salaramiz mana. Bu qanotlarni qirqib qo'yibmiz endi. Yo'qotib qo'ymaslik maqsadida tirnoqlari. Ikkinchi ko'zini ham bir ko'rsak. Qanday holatga kelyapti? Quyosh parchaga e'tiborli bo'linglar. Quyosh parchalar qanday kelyapti? Bosib tiniqlashsin. Mana quyosh parchani qora chiqdan keyingi quyosh parchalar qanday kelyapti? Mana. Endi bu zotlarimiz bu yoqda turadi mana. Bu zotlarimiz uchun. Hozirgi salaraga urgan mana kalsiramiz yana. Ko'zlari. Bu ko'zlari. Yana salara zakaz berganmiz hozir kalsira bilan. Bitta kalsira moda, bitta salara moda. Ular qaysilarga, narigilarga par yetishmagan uchun har bittasini ko'zlarini ko'rib o'ting. Mana yana bitta salaramiz. Bu yerga mana bu salaramiz mana. Qanotlari, mana ko'zlari. Nimalarni ham ko'rsating, ko'zlarini tiniq. Tiniq holatda kelishlari yaqinlashtir, ko'rsat. Ana shu tiniq holatda ko'rsat, qanday kelyapti. Bu ko'zini ko'rsatamiz. Mana bu salaralarimiz, haqiqiy salaralarimiz. Quyosh parchadagi dog'larni ko'ryapsizmi? Qon tomir chiziqlari, kapilyar. Mana salaramiz, haqiqiy salaralar mana. Qanday holatda keladi? Panjalarni ko'rsatding, ha? Mana bu kalsiramiz. Bularga moda ikkalasi ham nar chiqqani uchun moda yetishmaganligi uchun bularni bollaridan uramiz endi bularga. Bakka ikki parimiz to'liq hozir. Bu ko'zini ham ko'rsat. Qon tomir chiziqlar qanday kelyapti. Mana ko'kalar. Hammalaringizga rahmat, e'tiborli bo'lib, podpiska bosayotganlarga, obuna bo'lib qo'yganlarga mana undan boshqa teddiyimiz yo'q. Mana rampuri, farzipuri nimamiz. Mana rampuri nimamiz, rabotchi. Onlar yoqda ikkita rabotchi yuribdi. Ha shular. Asosiy nimalarimiz endi. Bironta qoldirmadik bu yerda. Asosiy zotlarimiz endi. Ichkarida ikkitasini bolasi bor hozir, uni boqquncha nima qilib turamiz. Pashta endi shu yerda turadi. Mana buni keladi, mana uni ko'rsatib o'tay maladoylarni ham. Mana. Tak, mana bu kalsiramiz, mana sariq belgisi bor. Kalsiramiz mana bu kalsiramiz mana. Ana shu kalsiramizni yoniga chiqaraydi shuni.
ikkita kalsiyamiz sen bu yoqqa o'tib turdi mana. Ikkita kalsiyamizni bollari mana. Uni rampurlar boqib turibdi rabotchilarimiz. Mana. Ustod Ahmad Qambardan kelgan mana shu zotlar. Mana ko'rsatib o'tamiz qanday holatda kelishini. Mana maskalar qanday holatda kelyapti bularda. Avvalgilarimizda uncha u holatda kelmasdi-da mana. Ko'ryapsizmi? Quloqni orqasidagi mana ko'pchiligida maladoyligida. Mana to'qida ham даже shunaqa holatda kelyapti mana. To'qida ham ko'ryapsizmi? Orqadagi maska nima bilan? E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mana shu original zotlarimiz. Endi shu zotlarni boqamiz. Bo'ldi. Boshqa zotga ana o'qimaymiz endi. Chatishtirmaymiz ham, nima ham qilmaymiz. Faqat mana shu original zot. Original Teddy boqamiz. Bo'ldi. 7 yillik tajribamizdan kelib chiqqan holda 7 yillik mehnatimiz ketsa ham kechdik shu kattalardan. Bitta aybi uchun, qoni toza bo'lmaganligi uchun shu. Kechdik hammasini. O'sha maqsadda hammasini berdik aka-ukalarga. Ko'rasizlar, iloji boricha vaqtlaringiz bor hali ham ko'pchilikka ana qilaman, tavsiya beraman original zot. Boshqa zotga qiziqib, yo'qotib, umringizni, pulingizni ketkizib yurmang. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Faqat original Teddy Umidtoy liniyasidan olasizlar faqat. Arzon bo'lmaydi. Endi ko'pchilik so'rayapti, bu qancha bo'ladi? Arzon bo'lmaydi lekin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.